Assalomu alaykum obunachilar. Mana Xudo bergan Umid opaning do'koniga keldik. Tovar, o'sha tikuv mashinalariga kerakli vajda, ro'zg'orga zarur, shu edi. Har xil vajda bor ekan. Shu kelib xarid qilib qolaverasizlar. Mana bir baholarini so'raymiz asta. Ikki vajdang. Bahası ma'lum turtaq. Buncha so'm qator? 55'ten. 55 dan. 50'den. 50 dan. 35. 60. Ha, qadaqayimlar, hamma o'z kerak-keraklar bor ekan. Telefon nomerini yozib qoldiramiz. Metrajli tovarlar bor ekan. Bu yerda turgandan bunday yayilib turgan qaramanglar, to'playın bu yoqdan turibdi ekan. Obuna bo'lib, like-larni bosib, opa-singillarga tashab qo'ysa bu videoni. Sog' salomat bo'linglar. Manzil Lazars tarafdan kelishin, o'ng qo'lda Sammoy bor. Sammoydan o'tib to'g'risida. Bag'at tarafdan kelishin Metan zapravka bor Kiropda. Shundan o'tib oyoq yo'li, ya'ni Asyap zinog'i chiqadi. Shundan o'tib chapga forot berasizlar. Shu yerda balonchi akamiz bor, yana Rasurbek, shuning yanında bo'ladi. Balon amaga kelsa aka biratlar, yanında ayolim bilan kelsa shu yerda kiyim-kechak kerak vajlar shu yerda bo'ladi.